O'zbekiston 24 telekanalida O'zbekiston vaqti bilan dasturi davom etadi. Xabaringiz bor, kuni kecha Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev sun'iy intellekt bo'yicha xalqaro forumning tantanali ochilish marosimida ishtirok etib, shu yerda startap loyihalariga asos solgan yoshlarimiz bilan uchrashgandilar. Bilasizmi, Nodir, davlatimiz rahbari uchrashgan har bir yoshni kelajagimiz bunyodkorlari desak, menimcha aslo mubolag'a bo'lmaydi. Ularni ko'rib qandaydir odam motivatsiya oladi. Har biri xorijning eng nufuzli universitetlarida ta'lim olgan. Bugun esa axborot texnologiyalari sohasida katta loyihalarni amalga oshirishyapti. Bugun biz ana shunday yoshlarni studiyamizga taklif qilganmiz. Demak, ular bilan sizlarni tanishtirib o'tsak, Hasanxon Yusufxo'jayev Yoshlar ishlari agentligi maslahatchisi, Bunyodbek Ahmedov Raqamli texnologiyalar vazirligi raqamli ta'lim loyihalari koordinatori. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, studiyamizda xush ko'rdik. Bunyodbek, Hasanxon, biz sizlarni taniymiz, ammo yaqindan emas. Keling, siz kabi kelajak yoshlari bilan yaqindan tanishib olsak. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlarga tashakkur. Shunaqa davlat siyosat darajasida olib borilayotgan islohotlarga o'z hissalarini qo'shib, butun bir siyosatni butun mamlakatga e'lon qilishda yordam qilayotganlar uchun. Ismim Bunyodbek Ahmedov. El-yurt umidi jamg'armasi orqali 1 yil oldin Britaniyaning eng kuchli top elita universitetlaridan biri Reading universiteti aynan sun'iy intellekt va data science yo'nalishida magistraturani bosqichini tamomlab qaytganman. Qaytganimdan beri shu raqamli texnologiyalar vazirligida raqamli ta'lim loyihalari bo'yicha o'sha islohotlarda birga ishlab, vazirlikda ishlab faoliyatimni yuritib kelmoqdaman. Assalomu alaykum. Mening ismim Yusufxo'jayev Hasanxon. Mana Bunyodbek kabi stipendiyatlar qatorida dunyoda shu top 100 ta kiradigan universitetlardan birida, Durham universitetida sun'iy intellekt bo'yicha tahsil olib keldim. 2 yildan beri vazirlikda sun'iy intellekt departamentida faoliyat yuritib keldim. Endi Xudo xohlasa shu Yoshlar ishlari agentligi sun'iy intellekt va raqamlashtirish bo'yicha maslahatchi yo'nalishiga lavozimiga o'tdim. Albatta, muvaffaqiyatlaringiz har bir yoshlarimizning salohiyatini ko'rsatayotgandek bo'lmoqda. Hozirning o'zida bejizga davlatimiz rahbari bilan uchrashuvda ham qatnashgansiz. Albatta, mana shu xalqaro forum ochilish marosimida davlatimiz rahbariga qanday loyihani taqdimot qildingiz va umuman uchrashuv taassurotlari bilan ham bo'lishsangiz? Endi umuman olganda uchrashuvdan taassurotlar juda ham zo'r, chunki hamma yoshlar uchun davlat rahbari bilan ko'rishish, o'zlarining loyihalarini taqdim etish bu hammaga ham nasib qilavermaydi. Bu juda ham albatta quvonarli. Taqdimot qilingan loyihalarga keladigan bo'lsak, shaxsan o'zim o'qishga topshirayotgan paytimda juda qiyinchiliklarga ro'para kelganman. Qanaqa hujjatlar topshirishim kerak, jarayonlari qanaqa bo'ladi, kimga murojaat qilishim kerak va endi shuni yoshlarga qulaylik yaratish maqsadida hozirda shu top 800 ta jahonning eng top universitetlariga hujjat topshirishga yo'naltirilgan, o'sha osonlashtirilgan, soddalashtirilgan platforma tayyorlayapmiz O'zbekiston yoshlari uchun. Undan tashqari, mana davlatimiz rahbariga o'sha universitet Britaniyada o'qib kelganimizdan keyin ham ta'lim sohasidagi qilgan islohotlarimizdan gapirib berib e'lon qilib o'tdik. Bulardan mana biz eng chekka hududlarda maktabdagi informatika o'qituvchilarini Infotech forumi orqali aynan ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha bilim malakalar ko'nikmalarini oshirdik. Undan tashqari mana yana boshladik o'sha eng chekka hududlardagi universitet talabalariga AI talaba loyihasini start berdik va Surxondaryoda o'tkazib qaytdik. Bu ham albatta oldin faqat talabalar boramiz, o'qituvchilar boramiz. Sun'iy intellekt nima degan so'zga ular faqat boshlang'ich bilimga ega bo'lgan bo'lsa, hozir o'sha forum, o'sha xizmat safarlari natijasida ularning bilim ko'nikmalari sun'iy intellekt bu kattaroq tushuncha va aynan ta'limda olish jarayonida, mustaqil ta'limda sun'iy intellektni qanday qo'llash kerak degan savollarni atroflicha o'rganib, ular o'zlarining javob topishyapti. Ha, shu sun'iy intellekt deganingizda shu kuni davlatimiz rahbari ham aynan sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdilar, to'g'rimi? Aytingchi, umuman yoshlar hayotida sun'iy intellektning ahamiyati qanday? Albatta, ruxsat bersanglar, men bu savolga javob berishga harakat qilaman. Albatta, sun'iy intellektni yoshlar hayotida va faqat yoshlar hayotida juda ham umuman insoniyat hayotida juda ham roli katta, ayniqsa bugun, chunki hammamiz har kuni sun'iy intellekt yordamida savollarimizga javob olamiz, o'quvchilarimiz o'zini darsliklarini kerak bo'lsa birgalikda yondashib o'rganishyapti va bu albatta to'g'ri ishlatilsa albatta juda ham katta yordam va juda ham katta natijalar qilyapti. Mana
prezidentimiz ham sun'iy intellektga juda ham katta e'tibor beryaptilar, yordam beryaptilar, sarmoya kirityaptilar. Juda ham katta loyihalar qilinyapti. Mana keyingi yil 2026-yil iyungacha o'zbek tili ChatGPT'si deb qo'yaylik, osonroq aytganda o'zbek tili ChatGPT'si qilinish rejalashtiriladi. Nafaqat rejalashtiriladi, qilinyapti hozir. O'zimizda shu sun'iy intellekt departamenti ichida qilinyapti bu ish va 2026-yil iyungacha o'zbekcha ChatGPT nima uchun kerak? Albatta o'zbek tilida ravon fikrlay oladigan, o'zbek tilida ravon suhbat qila oladigan katta til modeli yaratilish maqsad qilingan. Bugungi kunda o'zi o'zbek tilida ChatGPT gaplasha oladi, lekin sustroq demoqchisiz, u yanada rivojlantiriladi. U ingliz tilida fikrlaydi, o'zbek tiliga tarjima qilib beradi va shuning uchun ko'p xatoliklar bo'ladi. Va inglizcha kontent ustida ishlaydi. Bu esa butunlay o'zbek tili korpusi yaratilyapti, ya'ni butunlay o'zbek tilida yaratiladigan matnlar bo'ladi va u o'zbek kontentini asosida sizga o'zbek tilida fikrlab javob beradi. Ingliz tilida fikrlamaydi, o'zbek tilida fikrlab butunlay o'zbek tilida suhbat jarayonidan iborat. Shevalar ham shevalarni ham tushunadi, kerak bo'lsa gaplashsangiz u bilan anaqa ovoz orqali ham siz bilan bemalol gaplasha oladigan darajada bo'ladi. Tushunarli. Ma'lumki, hozirgi kunning o'zida mana hozir o'sha sun'iy intellekt haqida so'z borganda, birinchi navbatda u tug'dirayotgan xavflar haqida ham bir necha bor uchrashuvlar, taqdimotlar bo'lib o'tganini aytib o'tdik. Mana siz hozir aytayotgan loyihada bu holatlar qanchalar inobatga olingan? Misol uchun hozir sun'iy intellektdagi yagona va asosiy muammolardan biri u har qanday savolga javobni topa olishida va gohida u qandaydir bir javobda algoritm bog'lanuvlarni o'zi tayyorlayotgani va asoslarni o'zidan topib gapirayotgani ham bor. Bunday holatlarga qanchalar tayyor bo'ladi loyiha? Albatta bu narsa hammasi juda ham katta e'tiborga ega. Bu narsaga albatta biz yondashamiz. Chunki siz aytganingizdek, sun'iy intellektda gallyutsinatsiya degan narsalar bor, deepfake degan narsa bor. Ya'ni soxtalashtirish javoblarni yoki maqsadga muvofiq bo'lmagan javoblarni adiylab olish. Ya'ni unga siz o'rgatasiz, menga shunaqa noto'g'ri javob ber deb, lekin albatta bunga yondashsa bo'ladi. Kerakmas bo'lgan savollarga javob bermaydigan instruksiyalar berib ketsa bo'ladi. Demak, bu inobatga olingan. Albatta inobatga olingan. Juda ham yaxshi. Qarang, mana sun'iy intellekt kirib kelgunga qadar bir nechta sohalar bizda juda ham aktual va talabgir bo'lgan edi va kirib kelishi bilan o'sha sohalar yo'q bo'la boshladi. Ularning qiymati ham, qadri ham yo'q bo'lishni boshladi. Sun'iy intellektning o'zi umri qanchalik uzoq bo'ladi va 5 yildan keyin yoki 10 yildan keyin uni qay holda ko'ryapsiz? Nodir aka, ruxsat bersangiz savolingizga men javob bersam. Juda ham qiziq va o'rinli savol. Hozir aynan trenddagi savollardan biri. Bilasizmi, bundan mana internet paydo bo'lganiga ham hali 100 yildan oshgani yo'q. Mana internet paydo bo'lgan, kompyuter paydo bo'lgan, telefon paydo bo'lganda o'sha payt odamlarda tahlika bo'lgan. Endi odamlar dangasa bo'lib ketadi, ko'p ishlar, buxgalterlar yo'qolib ketadi va boshqa degan tahlikalar bo'lgan. Lekin shu paytgacha biz ko'rib turibmizki, bu texnologiyalar yaratilgan bo'lsa, hozir mana insonlarning hayotini faqat yengillashtirgan bo'lsa, yengillashtirdiki, aslo yomonlashtirgani yo'q. Hozirda prognozlar bor, yo'q emas, chunki sun'iy intellekt ko'p kasblarni o'rnini egallaydi degan tasavvur bu bor narsa, aniq statistika, chunki biz ko'ryapmiz, mana rivojlangan davlatlarda haydovchisiz taksilar bor yoki bo'lmasa mana avtomatlashtirilgan turli xil tizimlar bor. Va bulardan o'laroq shuni ham inobatga olish kerakki, bu sun'iy intellekt kirib kelgandan beri bizda nafaqat kasblar hali beri yo'qolmadi, lekin kasblar hali yo'qolmasdan oldin bizga yangi kasblar kirib keldi. Mana prompt engineering degan kasb bor, yana data science, data engineer. Ya'ni qaysidir sohalar yo'q bo'lyapti, ammo o'rniga boshqa sohalar qo'shilyapti demoqchisiz. Xuddi shunaqa. Va yana bir asosiy ko'nikma ham rivojlanmoqda. Hozirgi kunda ish qilishdan ko'ra to'g'ri ish buyurish ham qandaydir bir shakllanmoqda. Chunki sun'iy intellektga birinchi navbatda to'g'ri buyruq bera olishni ham shakllantirib ko'nikma sifatida rivojlantirish kerak. Ayblayolmaymiz-da sun'iy intellektni, to'g'rimi? Biz noto'g'ri savol berganimiz uchun balki bizdan xatolik o'tgan bo'ladi. Umuman bugungi kunda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan yoshlar qanchalik foydalanyapti sizning kuzatuvingiz bo'yicha? Endi bizni kuzatuvimiz bo'yicha mana qaytganimdan beri ta'limda bo'lgan islohotlar, aynan raqamli ta'limga berilayotgan islohotlarga qarasak, o'zi bitta ibora bilan bu siyosat to'g'riligini
mana davlatimiz rahbari yuritayotgan o'sha butun boshli vazirliklar yuritayotgan siyosat to'g'riligini bitta oddiy so'zlar bilan ifodalasa bo'ladi. Mana e'tibor bersak, eng oldin neft, oltin, kimda zaxirasi ko'p bo'lsa, o'sha korxona, o'sha davlatlar boy bo'lgan hisob bo'lsa, hozirda o'sha kimda axborot, kimda ma'lumot ko'p bo'lsa, IT sohasi rivojlangan bo'lsa, o'sha rivojlangan kompaniya va davlatlar hozir o'sha eng boy kompaniyalar hisoblanadi. O'sha Meta deymizmi biz yoki bo'lmasam TikTok, Telegram va shunga o'xshagan Nvidia top kompaniyalar eng boy davlat hisoblanadi va hozirda eng rivojlanayotgan, o'sayotgan soha bu axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt sohasi bo'lsa, eng biz investitsiya kiritishimiz kerak bo'lgan soha bu ta'lim. Ya'ni o'sha ham ta'limga biz investitsiya qilsak, ya'ni biz eng o'sha rivojlanayotgan aynan raqamli ta'limga investitsiya qiladigan bo'lsak, biz to'g'ri siyosat olib yuritayotgan bo'lamiz. Oddiy bir statistikaga yo'naladigan bo'lsak, 2017-yil misol uchun hozirda $400,000 ga yaqin bir yilda eksport bo'lgan bo'lsa, xizmatlar eksporti, IT xizmatlar eksporti. Bu yilgi 2025-yilga kelib bu eksport bir kunda amalga oshyapti. Va bu nimani natijasida deb savol beriladi. Nima, qanaqa o'zgarish bo'ldi desak, hammani xabari bor. O'sha bir necha yillar oldin 1 million o'zbek dasturchilari degan loyiha start berilgan. Va bu loyiha doirasida 2 millionga yaqin yoshlar ta'lim olib bitirib tugatishgan va shunaqa natijalar va to'g'ri yoritilgan siyosat jarayonida o'sha butun mamlakat eksportiga, mamlakat rivojiga hissa qo'shayotgan loyihalar soni ortib boryapti. Albatta, bilasizmi, biz O'zbekiston 24 telekanalida efirlari doirasida turli xil tashabbuslar, yangiliklar, islohotlar haqidagi turli xil ma'lumotlarni, yangiliklarni o'qiganimizda, vaqt o'tib ularning natijasi haqida ham yangiliklarni mana shunday teleekranlar orqali bayon qilamiz va umid qilamizki, sizlarning mana shu boshlayotgan loyihalaringizning natijalari haqida ham, yana katta dunyo miqyosidagi global natijalari haqida ham biz bemalol mana shu efirlarimizda, keyingi dasturlarimizda birgalikda suhbat qura olamiz degan umiddamiz. Bugungi tashrifingiz uchun kattakon rahmat deymiz.